Bir olmini po'sti bilan to'sa, saqtirdi. 2-3 kun o'tirdi. Agar bir tishlab qo'ysa, tishlab qo'ygan ya sag'irdi. Axlat demaklik latiya qarsam 2 yilga saqlash mumkin. Banchtal qo'yingiz bor. Voy, yuzi bor. Sotgan. 100 ta. Paxlalaringiz mandaroq paxlalimi? Yo'q, bu sal cho'ngroq. Bundan cho'ngroqmi? 1200 qo'y, 1400 qo'y, 1400 qo'y nag'ammi? Bularni yana ozaq cho'ngaytmoqchiman. Cho'ngaytmoqchiman. Ha, yaxshi. Xo'sh, burun sarxildan ke qo'z yemini berib baqqanmi? Ha, berib beqatqa ayliq 5 grammning moyoq bir shulda ip berib Mushiyammi? Ha, mushiyam. Bugun necha olasiz? Bugun 1 tonna olamiz. 1 tonnami? Qanchalik vaqtda berib olasizz 1 tonna yemni? Uni vaqtga qolsa 15 kun qolmaydi. 15 kundami? Ma yemninki saqlash muddati 2 oy. Amallar 2 oyda berib bo'ladimi? Ha, bo'ldi. Qanday desak, faqat sarxilninglam emas, Jongodagi yem-qashak zavodlarining saqlash muddati yemninki yozning kuni 2 oy. Qishning kuni 3 oy. Sarxilninglam 2 oy emas. Axlat demaklik latiya qarsam 2 yilga saqlash muddati. Bizning ma qovuzlarimiz yeydiganninki saqlash muddati 2 oy. Endi nima uchun bunda bo'ldi dang? Siz o'zingizlar yasagan yemni 6 oy saqlab o'tsizlar, 5 tonna so'ylab. Manimcha o'tsa, mana tarkibida vaqt uzoqan sir ojizlab ketadigan vitaminlar bor, mineral moddalar bor. Bir olmini po'sti bilan to'sa, saqtirdi. 2-3 kun o'tirdi. Agar bir tishlab qo'ysa, tishlab qo'ygan ya sag'irdi. Tushundingmi? Mana og'zini ochgandek bir xil xush puroq chiqib keladi. Puroq chiqdi. Og'zini ochgandan keyin berib bo'lib, meni yepib, toshma surib qo'yinglar. Ha, bo'ldi. Anadagi o'zinglar yem yasagan chaqdimi? Talada shamol uchirdigan yerda qo'ymanglar, amal va yo'ganglar. Men mo'ljin nilqidim. Siz mush o'zingiz men ancha buncha danzan qilib qo'yman, yaxshi. Ilib setayotgan bola qash tashardim. Unda o'z mukofot to'g'rilabdi. To'g'rilabdimi? Shunday qo'llash. Menimdan birini beray. Ha, bo'ldi. Men bilamsiz? Bilmay oshqozonga. Oshqozonga kiram. 1 tonna sug'orlashtirsiz, shu sug'ursiz, qo'zlarning yo'g'inishi, yeyishi texim yaxshi bo'lib ketadi. Ha, buni men ishlatayapman. Bashkaramni qizib olib, birini olsam birini qo'shib beryapman. Siz nilqadan kelib bashkaramlik bo'lib ketdi hozir. Qashqar nazarovat. Bize imoda, bizlar boshqarib, menda boqimizda bo'ladi. Ha, bo'pti. Ishlarimiz o'ngishli bo'lsin. Ma'qul.